Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingizdek, bugun obzorimizda Chery Tiggo 9 Pro gibrid avtomobilimiz bo'ladi. Ushbu avtomobil 2 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ranglari ham juda ham необычный rang, ya'ni seri matviy tsvetda bo'ladi. Olganingizdan keyin akam Tako shaharda leyog'ki muzikani qo'yib, oilaviy biron joyga borishingizdanmi, любой joyga qanaqadir uchrashuvlarga bo'lsa ham, seriozli uchrashuvlarga ham zo'r turib beradigan avtomobil hisoblanadi. Balon razmerimizga keladigan bo'lsak, 20 radiuslik balonda bo'ladi, ya'ni yumshoq balonda, olgandan keyin boshqa balon taqmasangiz ham bo'ladi. Diskasini kommentariyaga yozib keting, diskasi qanaqa mashinani eslatib yuborganini. Shuningdek, bu avtomobilimizda 360 gradus kamerasi bor, plus prozrachniy kuzov, ya'ni kuzovning tagi bilan olib beradi. Kamera juda ham skromniy variantda qilingan. Menga yoqadigan zo'r tarafi, hozir bitta kalitini olib ko'rsataman. Mashinani biron joyga qo'yganingizda mana eshik ruchkalari ham juda ham akkuratni tak yopilib ochiladi mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana chiqishlari. Tars ochasiz. Eshik ham og'irgina, zavodskiy o'zida shum izolyatsiyasi bor. 60% shum izolyatsiya qilingan bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham komfortli salonimizni kutib oladi. Sidinlar o'zi quchoqlab oladi o'tirganingizdan. Juda ham mягкий, ikkita sidinada massaj sistemasi bor va eng muhimi, to'rtta sidinada abduf sistemalari bor azizlar. Abduf ya'ni sidinani yaxtakini qilib boradi, yozgi kun biroz juda ham issiq o'zimizda. Ikkita sidina ham massaj, ham abduf, yondagi passajir tomonlarini ham qisqacha obzorlarni ko'rsatib o'taman. Sidina legirovka ham juda ham udobni, mana bu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Oldinga, orqaga mana ko'rishingiz mumkin. Mana bular ham. Eshik ruchkalar ochilishlari, blokirovka ochishlari. Ko'rganingizdek, hamma joy qoraytirilgan. Yozgi kuni oldiga tonirovka ko'radigan bo'lsangiz ham ichkaridagi odam ko'rinmaydi va issiq urish ehtimoli ham juda ham kamroq bo'ladi. Akustikasiga keladigan bo'lsak, akustikasi Sony. Akustikalar Sony va eng zo'r tomoni yana bitta tomonni ko'rsatsam sizga. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Ular hammamizga nasib qilsin. Ekranni qizartirib bitta tirs like bosib qo'ying. Mana bu tomonni skoristlari ham juda ham menga yoqqan tarafi gitarada bo'ladi. Ya'ni udobni. Bitta qo'lda haydaganingizda ham sal ma'qulroq keladi. Balkim nima ko'rishingiz mumkin, sal chalg'ishingiz mumkin, o'ng qo'lingizda balkim ichimlik bo'lishi mumkin. Tarz buni ustidan power ratingni qo'shasiz. Eraz rulda borayotganda da mana bu yerga skoris zadniy, oldinga udobni. Zo'r tomoni hidab displey hozirgi radarlarga qaraganda ancha yaxshi. Mana bu oldingizda radar turgan bo'lsa ham tezligingizda mana bu tabloga qaramaysiz, yo'ldan chalg'inmagan holatda laboyda, ya'ni tezligingizni ko'rib ketishingiz mumkin. O'sha tomonlari juda ham zo'r, menga yoqadi. Беспроводной zaryadkasi telefoningiz uchun juda ham udobni bo'lgan narsa. Telefoningizni qo'yib qo'yasiz, mana bu qasi telefoningiz zaryadga olaveradi. Bu yerda boshqa ikkinchi telefoningizni qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerga keladigan bo'lsak, bemalol rejimlarni boshqarsangiz bo'ladi. Konditsioner mana bu yerda. Birondan uzr so'rayman desam, avring ham juda udobni joyda. Qo'lingizda hech qanaqa surishingiz kerak emas. Prosta o'tirasiz, men uzoqdan bitta meni olib boring, mana uzoqdan ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Mana. Uzr. Yoki rahmat so'zini shunaqa aytib o'tib ketsangiz bo'ladi. Bitta men orqa tomonni ham ko'ring, mazza qilasiz degan. Mashina realni pulim bo'lsa o'zim ham olgan bo'lardim. Hozir pulimiz yo'q, endi nima deymiz? Albatta, yo bismillahirrohmanirrohim. Ko'rishingiz mumkin, men bu yerda aytgandek, pardalari ham alohida temada bu. Nastoящий biznes klass atmosferasini beradigan avtomobil mana shu bo'ladi. Tak, buni o'zini eshikdan legirovka qilsam ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu oyna tushirib ko'targichi va bu sidinaniki mana. Mana sidina yotyapti. Mana surilishi, oldinga kelishi va orqaga ketishi mana. Sidina mana bunda ko'tarsam bo'ladi. Orqa sidinani ham to'g'ring mana. Hop mana. Mana. Juda ham mazza. O'sha tomonlar zo'r. Konditsioner mana bu yerdan kelyapti. Mana bunisi nima deyapti aka? Mana bu. O'rta stoykadan kelayotgan konditsioner. Orqada ham klimat kontrollari bor, albatta avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan ham konditsioner keladi va shuningdek orqa klimat kontrolini ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Mana bu abdufniki bu. Sidina muzlatishi. Qish kuniga abagreftni bu yerdan qo'shsangiz ham bo'ladi. Podlokotniklariga keladigan bo'lsak, hozir bu sidina o'zimga to'g'ri, mana sidina yuryapti, e'tibor qilishingiz mumkin. Ana. Tak, aha. Plus podlokotniklari mana. Sal qattiq tortib yubordim. O'zim boshlamasiz-ki, bemalol mana bu yerda muzdek yana iced tea, kofe, bayramdan keyin bitta 01 da urgandan keyin, может быть, ukiyos qaydashi mumkin, balkim o'g'lingiz bordir kattaroq. Bu yerga yaxtak barjomichi yoki da Red Bull qo'yib ichib ketishingiz mumkin. Mana qilib qo'ysangiz, plus bu yerga yangam sirg'a uzuklarni tushirib qo'ymaslik uchun mana bu yerga qo'yib qo'ysalarim bo'ladi. Mobodo keyin o'tirgandan keyin, biron bir bazmdan chiqqandan keyin juda ham komfortli avtomobil hisoblanadi. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi bu mashina. Tak.
Aybga bermaysiz, sal beparasotlik qilib qo'ydim. Hozir u tomondan ham ko'rsataman. Bagaj qismini ham bitta ko'raylik. Keyin yon tomondagi eng o'zimga qiziq yoqqan tarafi o'sha yon tomondagi shofyorning passajir tomoni bo'ladi. Endi bagaj qismimizga keladigan bo'lsak, naborimizda mana bunaqa o'zini zaryadlash zaryadchigi bo'ladi, ya'ni upakovkada bemalol zaryad qilishingiz mumkin. Tak, mana bu yerda esa o'zi bizlarda ключlari, har xil nimalari bor. Ya'ni mashina ko'chada damga chiqib qoladigan bo'lsa, dam solsangiz bo'ladi, mana bunaqa nasoscha sifatida. O'sha narsalar ham oldindan ko'rilgan. Plus bu 7 kishilik avtomobil hisoblanadi, yosh bola bo'ladigan bo'lsa, bemalol ya'ni nima qilib ketishingiz mumkin. Sizdan orqaga tortgan o'shaning hisobiga yotmay qoldi. Haterlar yomon yozmaysizlar. Detskiy rejimlarigacha bor. Zo'r tomonini aytaymi? Mana sizdan mana bu yerdan ligirovka qilsangiz ham bo'ladi. U tarafdagi sizdan o'zini mana knopkasi bor. Bemalol ligirovka qilishingiz mumkin. Mana ketdi ana. Ko'rdingizmi? Oba. Ani to'xtatib qo'ysak ham bo'ladi mana. Mana bunday qilsangiz yig'iladi. Ola. Xullas, hamma tomoni ko'rilgan. Sim yopildi siz o'zi yopilaveradi. Prosta men hozir gapirmadim, jag'imni mortgim kelmadi. Bu tomonda ham besko'cha dostlar bor, sensorli ko'rishingiz mumkin. Besko'cha dost nima qiladi deganlar uchun kalitni kissangizdan chiqarmasdan, ya'ni erinchoqlar davri keldi. Kalitni kissadan chiqarmasdan turib, mana bu yerdan qulflab bemalol ochishingiz mumkin va mana bunaqasiga ochganingizda bu tomonni ko'rishingiz mumkin. Eng zo'r tomoniga keldi, mana bu tomonni ko'rishingiz mumkin. Tak, bu yerga masajni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, mana. Masajlarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Oyog'ingiz ham ko'tariladi. Mana bu yerdan tosib ko'rsatdik. Yo, bismillah. Rul tomondan kelasizmi bitta? Bitta tormozni bosib olsangiz, zajgan yonardi. Keyin obunachilarga, ya'ni qiziqroq narsalarni ko'rsatgan bo'lardim. Ko'rib turganingizdek, uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsangiz, yoningizda onaxon yoki otaxon, hoji buva o'tirib olishi mumkin. O'shanda mana bu narsani ko'tarsangiz, mana ko'rishingiz mumkin oyog'im tagini, mana bemalol ko'tarib, ya'ni uzoq yo'lga charchatmaydi. Bemalol oyog'ingizni ko'tarib olasiz birinchi navbatda. Sideniyani o'zingizga moslashtirib olsangiz, bu sideniyani yotqizib olamiz. Bemalol udobni. Mana bu yerdan sideniya knopkasini bosganingizda, mana bu shofyor tomon va passajir tomon sideniyasi bor. 5 xil nimada turda massaj qiladi. To'lqinlik tanlaymiz yoki mushak panjasi. Qo'shib qo'yamizda uzoq yo'lga bemalol osmonda balkim yulduzlarni hozirgi kunda tomosha qilib ketishimiz mumkin yoki mana shunaqa bulutli ob-havoni tomosha qilib Sherali Jo'rayevning O'zbegim taronasi orqali bemalol muzika eshitib ketishimiz mumkin. Mazza qilib. O'sha tomonlari zo'r. Barchangizni Cherry Adamasa Samarqand yangi zapchast bozoriga kutib qolamiz.